kelajakda erkin stereotiplarga qaramasdan va o'z orzulariga quloq tutgan holda o'z kasbini tanlashga yordam beradi. Loyiha jarayonida maktabdagi o'spirin sinflar o'rtasida trening darslari o'tkaziladi. Bu darslar qanday olib borilishi haqida guruhdoshlarim tushuntirib beradi. Bu loyiha davomida biz o'quvchilarga qisqacha videorolik namoyish etamiz. Bu videorolikda o'g'il bolalar oshpazchilik qilayotgani, qiz bolalar esa futbol o'ynayotgani namoyish etiladi. Bu video davomida biz talabalar bilan buni videoga olishga qaror qildik va bu video davomida o'quvchilarga ko'rsatishdan maqsad bu videoni o'quvchilar bu qiz bolaning kasbi, bu o'g'il bolaning kasbi deb ajratish emas, balki har bir inson o'z xohlagan kasbga erishish mumkinligi haqida videoda qisqacha xulosalarni nazarga olishlari. Loyiha bosqichlari, loyiha jarayoni bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi. Dastlab o'quvchilarga gender tenglik mavzusida tayyorlangan video roliklar namoyish qilinadi. Bu esa o'quvchilarda gender tenglik mavzusida dastlabki tushunchalarni shakllantiradi. Keyingi bosqichda esa rasmlar va vizual materiallar orqali gender tenglik mavzusi yanada chuqurroq tushuntiriladi. So'nggi bosqichda savol-javoblar va qiziqarli o'yinlar orqali o'quvchilarning mavzuni qay darajada tushunganligi tekshiriladi va bu jarayonda ularning faollik, muloqot va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari shakllantiriladi va yakunida faol ishtirok etgan o'quvchilar rag'batlantiriladi, ya'ni ularga kichik sovg'alar taqdim qilinadi. Xo'p, bu loyihamiz ichida dars jarayonida qanday o'yinlar olib boriladi? Asosan bu loyihamizda ideal jamoa o'yinini targ'ib etamiz. Ideal jamoa o'yini qanday tartibda shakllanadi? Ularga barchasiga 3 to'g'riqdan iborat bo'ladi va barchasiga varroqlar, flomastor, rangli qalamda tarqatamiz. Bu ularning yanada ijodiy fikrlashiga yordam beradi va ular ideal jamoasi, o'z tasavvurida ideal jamoasini rasmida chizishadi. Masalan, kimdir yetakchi, kimdir maslahatchi, shu tartibda ketadi. Bu o'yindan biz ularga qanday xulosa beramiz? Ular ya'ni ayollar va erkaklar teng bo'lishsa, o'sha jamoa mustahkam, yanada faolroq, yanada ijodkorroq bo'lishini isbotlab bermoqchimiz. Biz bu loyihamizni qanday qolganligiga eshittiramiz. Biz bu loyihamizni e'lon shaklida rasmiy Telegram botlarda, Telegram kanallarimizda e'lon beramiz. Buni esa maktabgacha qanday tarzda olib boramiz? Biz universitet administratoriga uchraymiz va o'z loyihamizni qisqacha shaklda yetkazamiz ularga. Ulardan ruxsat olamiz va maktabga borib, maktab administratoriga ham xuddi shu tartibda tushuntiramiz. Ularga o'quvchilarning bo'sh vaqtini qanday samarali o'tkazishni, qiziqarli o'tkazishni va foydali bo'lishini ta'minlab berishimizni aytamiz. Ulardan ruxsat olganimizdan so'ng bu loyihani bir hafta ichida amalga oshirish niyatimiz bor. Bu loyihani